bu o'yinni ko'rgan odam bir savolni o'ziga bermay iloji yo'q. Real Madrid nega har gal eng og'ir pallada tirilib ketadi? Bernabeuda yana shunday tun bo'ldiki, mag'lubiyat hidlanib turgan paytda ham Madrid oxirigacha taslim bo'lmadi. Agar siz La Ligadagi eng dramatik g'alabalardan birini o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Endi esa keling bu o'yinda nimalar bo'lganini birma-bir tahlil qilamiz. Real Madrid bu uchrashuvga murakkab fon bilan chiqdi. So'nggi 6 o'yinning 3tasida mag'lubiyat, Chempionlar Ligasida Benficaga 4-2 hisobidagi alamli yutqazish va kuchli 8likka kira olmaslik jamoa ustidan bosimni oshirgandi. Ammo La Ligada vaziyat butunlay boshqacha edi. Ketma-ket 5 g'alaba va peshqadam Barselonaga yaqinlashish imkoniyati. Rayo Vallecanoga qarshi yana 3 ochko Madrid uchun juda muhim edi. Uchrashuv 4-3-3 va 4-2-3-1 sxemalar to'qnashuvi sifatida boshlandi. Benficaga qarshi o'yindan keyin Real tarkibida faqat bitta o'zgarish qilindi. Kamavinga chap qanot himoyasida maydonga tushdi. Statistik jihatdan Madrid Rayoga qarshi La Liga tarixida juda ustun. 45 o'yinda 32 g'alaba, uyda esa 22 o'yindan 18 tasi yutuq bilan yakunlangan. Ammo so'nggi yillarda Rayo Bernabeuda doim muammo tug'dirib kelayotgan edi. O'yin boshlanishi bilan Madrid faol harakat qildi. Vinicius va Güler qanotlardan bosim o'tkazdi. Lekin dastlabki daqiqalarda mehmonlar himoyasi bardosh berdi. Eng og'ir zarba esa kutilmaganda keldi. Jude Bellingham mushak jarohati sabab erta maydonni tark etdi. Bu Madrid uchun jiddiy yo'qotish edi va uning o'rniga Diaz tushdi. 15-daqiqada esa stadion portladi. Diaz chap qanotda Viniciusni topdi. Braziliyalik futbolchi jarima maydonchasiga yorib kirdi va o'ng oyog'i bilan ajoyib zarba berdi. Bu Viniciusning oktyabr oyidan beri La Ligadagi ilk goli edi va u Realni oldinga olib chiqdi. Birinchi bo'lim davomida Madrid yana bir necha bor hisobni oshirishi mumkin edi. Günerning zarbasidan keyin Battaglia ajoyib seyf qildi. Valverde esa qarshi hujumda himoyaga qaytib deyarli aniq golni to'xtatdi. Shunga qaramay, o'yin oxirgi daqiqalarda sekinlashdi va bu Rayo Vallecanoga ishonch berdi. Ikkinchi bo'lim boshida kutilmagan voqea yuz berdi. 49-daqiqada Rayo chiroyli kombinatsiya uyushtirdi va De Frutos hisobni tenglashtirdi. Bu Arbeloa bosh murabbiy bo'lgandan keyin Real Madridning La Ligadagi ilk o'tkazib yuborgan goli bo'ldi. Stadionda taranglik kuchaydi. Shundan keyin o'yin to'liq Madrid nazoratiga o'tdi. Vinicius yana bir necha bor xavfli vaziyat yaratdi. Mbappe esa bir epizodda darvozabonni ham aldab o'tib, to'pni to'sin ustiga tekkizdi. Bernabeu bu lahzada ishonmay qoldi. Vaqt o'tib borar, hisob esa o'zgarmas edi. 80-daqiqada vaziyat keskinlashdi. Rayo futbolchisi Sebaliosga qarshi qo'pol harakat qilgani uchun to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka oldi. Mehmonlar 10 kishi bo'lib qoldi va Madrid bosimi yanada kuchaydi. Qo'shimcha 9 daqiqa berildi, lekin gol hali ham yo'q edi. Va nihoyat eng dramatik lahza. 90+10-daqiqada Diaz jarima maydonchasida yiqildi va hakam penalti ko'rsatdi. Mbappe to'p oldiga keldi. Bosim, shavqin, mavsum taqdiri hammasi shu bir zarbada jam bo'lgandek edi. Fransuz futbolchisi sovuqqonlik bilan to'pni pastki burchakka joyladi. Gol. Bernabeu portladi. So'nggi daqiqalarda yana kartochkalar, keskinlik va nihoyat final xushtagi. Real Madrid nihoyatda qiyin o'yinda 3 ochkoni golga kiritdi va chempionlik poygasida Barselonaga bosimni kuchaytirdi. Bu g'alaba shunchaki 3 ochko emas edi. Bu Real Madridning xarakteri, so'nggi soniyalargacha ishonishi va eng muhim pallada hal qiluvchi zarba bera olishini yana bir bor ko'rsatdi.
Savol esa ochiq qoladi. Mana shunday o'yinlar bilan Real Madrid chempionlik poygasida oxirigacha bardosh bera oladimi?